foydaliz qurib berishga ham men turib beraman deb sizlarga so'z beraman azizlar. Faqat hammasi sizlardan. Sizlar yordam beramiz, kuch birlikda desalaring bo'ldi azizlar. Onajonimizga ham tishlarini qo'ydiramiz, betish bo'lmaydi onajon. Onajonimizga ham qiyin. 3 farzandni dunyoga olib kelsalar, uchalari ham zaif, kasal bo'lsalar. Zaif. Kecha kunduz mayli ketaman, ko'chalarga borib kelaman, yaxshi. Kechasi uchalasiniki dardi bor. Xizmatga olib ketdi qiloqon, olib ketmaylar, dokument yo'q deb oldi, obordi. Ahda battar bo'lib keldi qiloqon. 3 marta qochib keldi. Majbur edim men. Endi ikkita nogironim bordi. Aqa borib miya o'zi zaif edi, yana ahdan battar bo'lib keldi. Hozir nima gapirsangiz ham shu uchalasini nervasi bir xil qiloqon. Kasali bir denga. Kasali. Doktorlar okey, dokument qiladiganda onam endi ma'luma bo'lganlar uyaldilarmi, bilmay qo'ymadilar qiloqon. Ki majbur ki ekalalarini ki qo'ydim men ro'yxatga. O'shanda ham bir xil odamlar ishonmaydilar qiloqon. Bularni dori puli bor, mana uyda yashayman, nechta odamlar kelib aytib ketadi, yordam beramiz, bizlar kutamiz, yo'q, daraklari bo'lmaydi qiloqon. Kelamiz dedilar, qaytib kelmaydilar qiloqon. Bolalar ishonadi, ana kelyapti, mana kelyapti, bir xillar pul biron kishi pul tashlasa ham ana bordi bozorga yeb kelyapti, bo'ldimi, bu pulni nima qilyapti, saqlayapti deb ham odamlar gapirdi. Endi xarid qilmasangiz bo'lmaydi, qorni doktorlar aytgan, bularni qancha baquvvat yegisam shuncha bularni miyalari rivojlanadi deb aytgan. Bular odamlar bir xil ishonmaydi qiloqon. Qayerga borishimni bilmaymanki, majbur sizga murojaat qildim. Sizni odamlar nima qildilar? Shu nomerga telefon qilgan, uka yordam beradilar deganlariga ki men sizga majbur bo'ldim qiloqon. Rahmat. Men yordam berib kelganman shu paytgacha. Meni vazifam mana shu xalqqa yetkazib berish. Ba'zi odamlar mana Tojikistonda bor, sizni sharoitingiz qanday bilmaydi. Internetga qo'yaman, mana sharoitingizni, kasalliklarni hammasini aytib beribsiz. Xalqimiz keyin shuni yetishadiki, ha, shu bizda Tojikistonda sharoiti og'ir insonlar bor ekan, ehson qilishimiz kerak deb yordam berishadi. Biz sizni internetga olib chiqmasak, xalq bilmaydi sizni. O'shaning uchun biz ko'proq internetga, YouTube'larga joylaymiz. Ko'p odamlar murojaat qiladi, vaqtim bo'lmaydi. Apa, mana siz ikkita, uchala balam ham kasal deganingiz uchun ishim tashlab kech bo'lsa ham keldimki, savob yo'liga. Azizlar, yordam beraylik. Bu dunyoda hammamiz o'tkinchi biz. U dunyoda savobi yoziladi. O'shaning uchun Xudodan so'raymiz, bularga ham dardlariga shifo bersinlar. Musofir yurtda yurgan aka-ukalarimiz, turpoq osalaring oltin bo'lsin, kissalaring to'la pul bo'lsin. Hamisha ishlagan pullaringni faqat to'ylarga ishlatinglar, chiroyli mashinalar mininglar. Shu go'daylarga kam bo'lsa ham ehson qilinglar azizlar. Onajonimiz duo qiladilar. Farzandlar baribir ichida duo qilishadi, xursand bo'lishadilar. Baribir aqllari kirar chiqar bo'lsa ham bu bir kun tuzalib ketganlarida ertaga internetda ko'rib aytadiki, xalqim orqali men shu ayoqqa turdim deb. Xudo xolasa opa yig'lamang. Mana yaxshi kelinlarni xonadoningizga kelin qilibsiz. Xudo xolasa qizingizni yaxshi xonadonlarga uzatasiz. Xudo xolasa kichkina o'g'lingizga ham yaxshi xonadonlardan kelin qilasiz. Bu og'ir kunlaringiz o'tadi. Bu o'tkinchi dunyo. Hammani boshida bu kunlar, bu sinovlar bo'lgan. Yana ham men sizga qo'yilmanki, 3 ta farzandingiz mana shunchalik kasal bo'lsa ham mard ayolday ayoqqa turib balam deyapsiz-da. Qancha ota-onalar bor, farzandlari kasal bo'lsa detkalonga topshirishadi, birovga beraverishadi. Menga ham necha marta aytdi, voy qizingni yo yuragiga keldi qiloqon, dangal aytaman. Gazini sotdi ham keldi. Qanday u bolani tug'asi qiloqon ko'chaga tashlab qo'ymaysiz-ku. Uchala bolamni ham shunaqa, uni bu ikkalasini nogiron dedi qiloqon, chidadim. Unisini ha qiz bozdi, odamlar gapirdi, nima ishlarmaydi. Ayog'i shalmi, ishladi, baqirdi. Nechta kunlarni ko'rdim qiloqon, nechta gaplarni chidab keldim. Voy katta o'g'limga, chida o'g'lim, chida. Bir kun xotin keladi senga qaraydi. Bir kun men bolalarimga qarayman, sizlarga qarayman. Shuncha dosh berdim qiloqon. Yo'q, o'shanda ham men tinch qo'ymadim qiloqon men. Osonmas bu nogironlar bilan yasha. Damashqa ma'limalar bepul keladi, dars beradi. Avat darsiga qaraydi, ahvoliga qaraydi. Ahvoli yaxshi bo'lsa,
ders beradi. Ahvoli yaxshi bo'lmasa kuldiradi, gapiradi. Keyin darslarni o'tib ketadi. Maymalar kelishadi. Ma'limalar keladi. Maymalarga ham alohida rahmat aytamiz. Mana shunchalik kelib shu yerda dars o'tib, o'zlarini vaqtlarini ayamasdan. Aytyapman-ku, Tojikistonimizda ham yaxshi odamlar bor. Endi bizni maqsadimiz shuki, onajonimizga yordam beraylik. Pulni yig'aylik, doktorlarga ko'rsataylik, nima dori kerak, bularga nima yordam kerak qilaylik. Kreditlari kelyapti ekan, kreditlarga oz bo'lsa ham yordam beraveraylik azizlar. Tishlarini qo'ydiraylik. Yana bir aytaman. Pulimiz ortib qolsa, Xudo xolasa uyqu bersak, mana ham nima desam, Tojikistonimizda mana qancha odamlar uy qurib berishyapti. Men G'ulom ekan uy qurib berganman, kasallarga yordam berganman, chunki ayol boshim bilan shunchalik qilib kelganman. Lekin shu apani uylarini ko'rib to'g'risi rahmim keldi. Kelin-kuyov bir uyda bitta eshikdan kirib chiqishar ekan, dalizda bular yotishar ekan, achindim to'g'risi. Azizlar, kelinglar, shunday qilaylik. Hech bo'lmasa bir uy daliz shu abishinigina qurib beraylik. Yevro remont bo'lmasa ham kirib atilla yashasin er xotinlar. Kelinglar azizlar, qo'ldan kelgancha yordam qilaylik. Ona, mana biz yana kelib videoga syomka qilamiz, qancha pul o'tadi, nima qilyapti, pulni qayerga ishlatamiz, mana kreditlariga ham yordam beramiz azizlar. Endi onajon bitta chiroyli qilib duo qilib qo'ying, yana Xudo xolasa kelib video syomka qilamiz. Kartalaringizni o'zingiznikini yozdirib olib, telefon nomeringizni karta ulanganini aytib o'ting, hozir yana yozib qo'yamiz. Esxatda karta 918 34 80 86. Ana shunda Nima bo'lib chiqadi? Esxatda Hasanova Nodira Mo'ydinjonovna Sizniki? Maniki. Esxatda bank. Dushanbe siti. Dushanbe siti bor, u ham ancha muncha ishlarmaydi-da Dushanbe siti. Esxatda bor. Ha, esxatasi yaxshiroq. O'zimni qo'limda esxatasi. Rossiyskiy nomer yo'q, avlodlari hech kim yo'q. Avlodlari yo'q. Xudoxon. Ko'pchilikda Dushanbe sitiga aytadi, biz tasholmaymiz, o'shanga boshqa bank bormi, biz tashalaylik, Dushanbe siti bilan qiyin bo'lyapti deb uzoqdagilar ham telefon qiladi, yo'q tasholmaydi. Bironta avlodlaringizni nimasi yo'qmi? Rossiyskiy nomeri. Yo'q-da, Xudoxon. Hay bo'lmasam hozir video qilamiz. Bularni esxatda kartalarni bir martaga qo'yaylik azizlar. Mani rossiyskiy kartam bor o'zimda. Lekin men qo'yishga qo'rqaman, chunki uda video qo'yganimda hamma pul ishlayapti. Men qo'ygan yo'q edim. Birovning kartasi o'zlariniki Rossiyada bir qizchanisini Tramp boshida o'simtasi bor edi, o'shakini qo'yganmiz. Azizlar 2 million pul yig'ilgan ularga o'shanda. 1,5 million pul kerak edi operatsiyasiga, o'shig'i bilan yig'ilgan. Azizlarga katta rahmat deyman. Agar job bo'lmagan chog'ida men rossiyskiy kartamni bu videoda qo'yishim mumkin. Lekin azizlar nima deysizlar? Qo'y desalaring qo'yaman, qo'yma desalaring qo'yman. Menga bu 3 ta yetim go'daydi 1 so'm puli kerak emas. Chunki men o'zimda ham 3 ta balam bor, farzandim bor. Birovda haqqini men balalarimga yegizmayman. Meni bilganlar biladi, bilmaganlar negativ сообщение yozadi. Azizlar, negativ сообщение yozishdan oldin o'ylab ko'ringlar. Meni ichimdan nima dard o'tyapti, onamni ko'nglidan nima dard o'tyapti. Avval sizlar his qilinglar, keyin sizga negativ сообщение yozingizlar, azizlar. Agar qo'llaringdan kelmasa pul tashlash, negativ bo'layotgan bo'lsalaring, pul ham tashamanglar, negativ ham yozmanglar. Qo'ldan kelganlar, meni muxlislarim, yaxshi odamlar bor. Pul ham tashiydi, duo ham qiladi. Pul tashashmasalar duo qilib qo'yadilar. Ana shu uchun azizlar, biz hamma kommentarlarni o'qib boramiz. Lishni o'zim, shaxsan o'zim hamma kommentarlarni o'qib boraman azizlar. O'shaning uchun bilib, o'ylab yozinglarki, bu kunga hech kim avvali tushmasin. Bu kunga tushishni o'zi og'ir. Boshlarida erlari yo'q, yolg'iz onalar shunchalik farzandlarini kattalik qilib halol nuqma bilan mana shu tamojdinida nashnoy ubotsa bo'lib ishlab bo'lsa ham mana shu farzandlarini boqyaptilar. O'shaning uchun xalqimiz sizlardan iltimos qilamiz. Oz-ozdan bo'lsa ham yordam qilinglar qo'ldan kelgancha. Men yana sizlarga Xudo xolasa 3-4 kundan keyin kelib video qilaman. 3-4 kun uzog'i bilan bir haftada pulni ko'ramiz, nimaga ishlatamiz, nima qo'yamiz, men hammasini sizlarga yana ashtutini berib boraman. Onajon bitta duo qilasiz endi, kech bo'lib qoldi. Bizni baxtimiz ham sizlar ham sog' salomat bo'linglar, iloyim.
kim jo'natgan pullarni 1000 so'm 100 so'mlari 1000 so'm bo'lsinlar. Bizni baxtimizga ular ham sog' salomat ishlar, ota-onalarini yonlariga sog' salomat yetib kelsinlar. Ilohim nima niyat qilsangiz siz ham Allohning niyatingizga uchta bolangizni niyatingizlarga yetinglar. Amin. Baribir onajonimiz hayajondalar. Aytyaplarki 1000 bersalar bizga deyaptilar. Allohim 1000 bersin deb duo qilyaptilar. Qaranglar, onani niyatini, yaxshiligini qaranglar. Azizlar, musofir yurtdasizlar. O'zlaringni ehtiyot qilinglar. Xudoyimga omonatsizlar. Ko'rishguncha hammalangni xonadoningda xursandchilik bo'lsin. Hamisha bor biz xizmat qilish bizga ham nasib etsin. Azizlar, xayrlashmaymiz. Ko'rishguncha biz davomida yana video qo'yib boramiz. Rahmat, salomat bo'linglar.